Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size qadiruzu. Washington'da sözleyimiz. Bugün leksiyada size qadiruzu Washington'da sözleyimiz. Bugün çizlaqa. 2025 yıl 6. ayının 26. günü vatandaş. Hatta Perşembe. Bugün ettiğinde bir haberge girişip hazır keldi vatandaşım. Bu haber ne deseniz evvel mavzusunu, video film mavzusunu alıp ciddi haber. Amerika-Tayvan diplomatik münasebet ornatıldı. Prezident Donald Trump bir jöngo prinsipiga amal qilmaydiganligini e'lon qildi. Shawli maliyasi 6. ayning 26. kuni yotadi. Shawli maliyasi bu xabarning rost bo'lishini xohlayman, rost bo'lishini ham ishonaman. Chunki men prezident Donald Trumpga ishonaman. Uning siyosatlariga, uning farmonlariga, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Donald Trumpning xizmat usuli yoki xizmat metodi qaymoqtirish. Do'stlarni qaymoqtirish, dushmanlarni qaymoqtirish, oxirida siyosat belgilab ijro qilishga o'tganda bo'lsa, hamma kishini hayron qoldirish. Mana bu prezident Donald Trumpning xizmat metodi. Vatandaşlar, dikkat qildinglar. Prezident Donald Trump'ning xizmat metodi yo'q qilgan. Yo'q qilgan. Bugun keldi Shawli maliyasi dediki prezident Donald Trump bir jungo yoki prinsipiga amal qilmaydiganligini e'lon qildi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatdi debdi bugun. Bugungi birinchi xabarda Shawli maliyasi. Senin bu xabaringning rost bo'lishiga ishonaman. Shawli maliyasi chunki men prezident Donald Trumpdan shunday qaror e'lon qilganligiga, shunday siyosat e'lon qilganligiga ishonaman. Tuniga vatandoshlar masalaga bir parcha leksiya so'zladim. O leksiya hozir Gagada echilayotgan NATOning yillik yig'ini. NATO harbiy tashkilot 33 davlatdan ishtirokidagi qatnashgan NATO xalqaro harbiy kuch tashkiloti vatandoshim. Bu qatam bu yig'inning ochilishi qarasangiz televizor va yoki torbatlarda dag'lig'liq dabdabalik ochildi. Chunki jahon siyosatida bir xil o'zgarish yetib kelyapti. Bu o'zgarishni prezident Donald Trump hukumati paydo qildi va shu yo'lda siyosat belgiladi va shu yo'lda taraqqiy qilib bugungi kun keldi. 6 oy bo'ldi vatandosh prezident Donald Trump Oqsaroyga kirgan. Bugün NATO'nun yığını başqacha men sizga tunugun tavsiya qildim, ham shundoq dedim. Haftaning birinchi kuni NATO'nun katibi Mark Rutte apandi muxbirlarga suhbat bayon qilganda shundoq dedi. Amerika Qo'shma Shtatlarining majburiyati bor. Nimaga asoslanib shundoq dedi? Masalan, Davlat Majlisi Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan munosabatlari qonunini tuzib va uning prezident imzo qo'yib rasmiy qonunga aylangandan beri bugun Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Tayvan munosabatlari qonuniga asoslanib Tayvanni qo'llash majburiyati bor. Tayvanni qo'llash majburiyati bor. Qo'llash siyosat ma'nosidagi hukm. Qo'llash ikki davlat o'rtasidagi majburiyat munosabatlari. Masalan, Tayvanni qo'llashdan iborat bu majburiyat yuqorqi qonunda, Tayvan munosabatlari qonunida asosan o'tirib chiqqanligi uchun bu majburiyatni Amerika Qo'shma Shtatlari o'taydi. Shu vajdan qo'llashda ham Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvanni qo'llaydi. Shundan keyin bayonot emas, bayonotida NATO'ning katibi Mark Rutte apandi shundoq dedi. Biz hozir NATO'ga a'zo davlatlar. Biz ham mushu yo'ldamiz, bizga boshqa tanlash yo'q. Yoki bugungi kunda biz prezident Donald Trump hukumati bilan birga biz mushu yo'ldamiz. Endi buning sabablari bugun Tayvan bo'g'izida jungo harbiy kamaymichilik qilyapti. Cümleden şunu men qo'shib qo'yayki, vatandosh mazmunni va uning mazmunning kengayishini qo'shib qo'yay. Hozir Jungo hukumati birga Tayvan bo'g'izida emas. Hozir Jungo hukumati Tayvan bo'g'izida harbiy tahdid paydo qilgandan boshqa hozir O'rta Osiyo tarafga kamayish.
Dollar bilen kengiyiş, hatta harbiy kuch bilen kengiyiş. Yakında 6. ayının 16. gün Xi Jinping'in O'rta Asya'nı ziyaret qilishi ve O'rta Asya'daki 5 devlet bilen tuzgan şartnoma kelishimnomalarning mazmuni nima? Ko'rdingiz vatandosh. Zimin bütünlüğü, egilik hukuku meselesi. Bu mesele bo'yicha e'tirof qilish, qo'llash va hurmat qilish. Egilik hukuk ve zimin bütünlüğü. Bu meselenin biz ne verip takılır da vatandaşım? Hem siyaset işlerine hem harbiy işlerine verip takılır da vatandaş bu iş. Şuna deyimiz ki bugün Rusya'nın Xitoyning kengaymichiligi, Cumhuriyet Kompartiyasining kengaymichiligi bilan Tayvan bo'g'izi meselesi emas. Buni oldingi hisob desangiz, orqa hisobda hozir Xitoy Kompartiyasi O'rta Osiyoga harbiy kengaymichilik, dollar kengaymichiligi, mustamlika kengaymichiligi, hatto aholi nopus mustamlikchiligi. Masalan, Qozog'istonga aholi ko'chirish, Qirg'izistonga aholi ko'chirish, O'zbekistonga aholi ko'chirish, ko'chman Xitoylarni ko'chirish. Mustamlika aholi yoki aholi nopus mustamlikchiligi. Bu yo'lni qo'yayotgandan keyin bugun biz xuddi NATOning boshlig'i Mark Rutte apanning so'zi bo'yicha Cumhuriyet Kompartiyasi harbiy kengaymichilik qilyapti. Tayvan bo'g'izida jiddiy holat paydo qilyapti. Harbiy tahdid solyapti. Muşu sebepler tüpeyli bugün biz yakın NATO, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan birlikda Tayvan bo'g'izidagi har qanday to'qnashuvga tayyor turishimiz lozim. Bu to'qnash agar Xitoy Cumhuriyet Kompartiyasi Tayvan bo'g'izini tahdid solayveradigan bo'lsa, oqibatda buni Yevropa ittifoqi harbiy kuch bilan aralashadigan, hatto Rossiya ham Cumhuriyet tarafda turib, harbiy kuch bilan aralashadigan bir vaziyatni Cumhuriyet Kompartiyasi Tayvan bo'g'izida paydo qiladigan bo'lsa, biz bundan bosh tortmaymiz. NATO bunun aralashadi dedi o vatandaş bayonotini, aytı keskin bayonot dedim, şunda qat'iylikka ega dedim bu. Dal şunda NATO'nun siyasi şunda o'tirg'i chiqqanda, masalan Tayvan bo'g'izi to'g'ri maxsus axborot e'lon qildi. NATO maxsus Tayvan bo'g'izi va vaziyat to'g'risida maxsus axborot e'lon qildi. Eğer salmığı intayin eğer siyaset, bunun kayında bir gap var degan bir cümleni işletmeptimen tünügün hemen değişim gerek keldi. Mana bunun kayında bir gap var idi vatandaş bugün bu gap geldi mana. Şavlan maliyasını deydi, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump bir jungo prinsipiga amal qilmaydiganligini e'lon qildi. Shuning uchun Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Tayvan diplomatik münasebet o'rnatdi. Biz şu noktada, bu siyaset noktası şundak bir noktada işinimiz ki Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump hükümeti Tayvan bilan diplomatik münasebet o'rnatganda bu diyerimizde Tayvan bilan diplomatik münasebet o'rnatadiganligi işinimiz. Tayvanni Cumhuriyet deb e'tirof qilamdi, davlat deb e'tirof qilamdi. Uning ijtimoiy siyosiy shakli Tayvandan o'ziga xos. Biroq Tayvanni e'tirof qilish Tayvan deb e'tirof qilishiga Amerika Qo'shma Shtatlarining ishonimiz. Hargiz bu yerda Junxua Mingo Gominda u bu degan narsaning eg'izga elinmaydiganligiga ishonimiz. Chunki Gomindan degan kim o? Gongchendan degan o'xshashli bir partiya. Bir maslak yoki bir siyosatga ikki xil ko'z qarash bilan qurilgan partiyalar. Har ikkisi Xitoyning partiyalari. Shunga biz bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump hükümetine Tayvan bilan diplomatik münasebet o'rnatishga tayyorlik qiladiganligiga ishonamiz vatandoshim. Bugun Shavlan moliya shuni debdi. Bu xabarda yeziq shaklida kelmadi. Yeziq shaklida kelsa yana boshqacha so'z deymiz vatandoshim. Chunki bu yerda ishonch biz prezidentimizga ishonamiz. Donald Trumpga. Lekin Shavlan moliyasi bu adash, sal qapilan adash. Bazı aldırıp ketemde kandak aşında haber kılıp alam dikin de ansireydiken adam vatandaş. Bugün bu haber kepti bana kağıt. Bugün 26. günü Donald Trump yani prezident Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bir jungo prinsipiga amal qilmaydiganligini e'lon qildi. Tamam. Vatandaşlar 75 yıl atalmış jungo Kompartiyasi o'tganligimizda qori jamiyat. Cumhuriyet Kompartiyasi qori jamiyat, onun armiyasi ozodlik armiya. Nima dedik? Gestapo.
Xitay tili Dangijin, Gestapo, Qora Jamiyat Partiya, Jungo Kompartiyasi, Gestapo, Jungo Azadlık Armiyasi, Tibet'te de nemi kıldı? Uyguristan'da bu 75 yıldan beri kandak bastırdı Uygur halkını. Bugün etnik tazalaş Uygur'unu etnik kırgın kılır. Bugün Uygurlar ziyalilerine bak, barlık Uygurlu bolu diken, közüge sertli kördügen basın bunu elip kırıp törmege taşlar. Uygur her yerde Xitay'ın közüge sert görüldüğün bir milletken, Xitay'ın nazarda aşında aylar. Lekin Uygur büyük millet, özüge büyük millet. O Xudoning bandasıydı, o xalqaro cemiyetning a'zosiydi. Sen demeden medeniyetlik millet o. Ey Xitoy, sen 1921 yil 7 ayning 1 kuni ko'rishib, Kommunistik partiya ko'rishini ko'rishdan avval 20 asrning 10-dan 5 yillarida Uyg'urlar Marksizm degan bilan tanishib bo'lgan edi, ey Xitoy. Sen ko'ranglayotgan, sen egallagan Marksizm bilan Uyg'urlar sendan burun tanishib bo'lgan edi. Bunu unutib qo'y. Bunu unutib qolma. Bunu unutib qo'ydi. Unutib qolma Jungo Kompartiya. Uyghur aslında medeniyet milleti, O'rta Osiyoda büyük bir millet edi. O'ziga xos, hamma narsa o'ziga xoslik, medeniyet xosligi, til xosligi, urf-odat xosligi, turalgan makon zamin xosligi va bulardagi iroda xosligi. Uyg'urlardagi erkakchilik. Sen bugün zo'ravonlik bilan qo'lida to'mirning sunuvi yo'q millatga zo'ravonlik qilib, ularni xorladim, oyoq osti qildim, bugungi holga tushirib qo'ydi Xitoy. Bunun hisobı bormi yo'q? Sening nazaringda yo'q. Jahonning nazarida buning hisobı bor. Bugun Tayvan agar Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati tarafidan mustaqil davlat deb e'tirof qilingan tugashdi. Eski palas bo'lib tugashdim. Koni chiqishalar bo'lib tugashdim. Apkash bo'lib tugashdim. Balki yana shu apkash ko'tarib, chiqishlarini beshimga kiyib olib, daxil havo Xana yangaru gıdaşsam ko'chada men ishdim, boshqa san hech qanday yo'l. Shu yo'l yarışida Jungo Kompartiyasi. San yarışida yo'l shu o'zingning o'zi, o'zingning ortiqcha millatining xarakteri. O'zing egizda aytayotgan madaniyat qurilma taqdimi deydi Uyg'urlarning madaniyatli oziqlar. Qaysi madaniyati? O'zing bir madaniyat o'rganib boqsang Xitoy. Nima? Xitoyning madaniyati ma'u desa aytib bilgan nima bor? Xitoy, bir anlab bakayçı. Kızıl Rabaq'taki Çöşteki romanını yazgan Xitoy emas, Savşerçin Manjuil. Yani nima var? Medeniyet oziqlantirish, Uyg'urni oziqlantirish mashinroy vaqt keldi. Ben dedim mashinroy, endi siz tanlab oldigan vaqt keldi. O'tgan dedim va Matitay bo'lamsiz, Qashqar viloyatining 1910-yildagi valisi. Yoki Shimsesay bo'lamsiz, 37-yillardagi Shimsesay. Yoki kim bo'lasiz? Mashinroy efendi siz tanlaydigan vaqt keldi. Siz 5-6 narsani hozir madaniyat, ko'chman aholi ko'chirish, o'rinlashtirish, Uyg'urlarni barliq sapdan qiqib chiqarib o'tish, madaniyat assimilyatsiyasi va Uyg'urlarga etnik qirg'inchilik degandek shunday 5 soha bo'yicha harakatimizni to'xtating, Mashinroy efendi. Jahonning tarixi shunday edi. Joy ishlarni qirg'in qilib, dunyoning har qaysi davlatlari qochib ketgan ayni vaqtga fashistik davlat Germaniyaning ofitserlari, askarlari, generallari, dunyoning har burjaklari yoshirinib olganlarning hammasini Isroiliyaning Mossad bir-birlab tepib keldi. Mashinroy. Uyg'urlarning shunday birisi qo'rildi. Sizlar qochib ketishinglar mumkin. Qilg'iliqni qilib qochib ketishinglar mumkin. Qochib ketolmaysizlar Mashinroy. Vaqt keldi sen tanlaydigan yo'l. Qaysi yo'l? Sana bek egar, Xi Jinpingdan bek egar. Xi Jinpingning 5-ga kelgan kunda sening 5-ga kelgan kun bek egar. Mashinroy, to'xtat. Yuqoridagi Uyg'urni jazolash va Uyg'urni yo'qotish uchun elib berayotgan harakatlarni to'xtat. Keldi.
Bu soğanlık geldi bugün. Bugün başıcılık sözdeydi vatandaş Tayvan, falan gördünüz mü? Amerika koşmuş tatırlar, diplomatik münasebet oldu. Yakında ben dedim o Tayvan'da bir özgürlük bulavatıdı. Tayvan'dan prezidenti Leşil'de bundak davatıdı. Bu gap ise palanı zamanda makan dışında değilgen bu başkaca gap. Bugünkü makan zamanda dışında değilse bu başkaca gap diyeni deyim vatandaş. Tebrik deyim vatandaş, mine radyolarımda anlavatkan adam. Barlıq vatandaşlarımda tebrik deyim. Moşi iş, ögül iş karşıda değilim. Mesela Lavrnas nemdi de 7. ayının 10. günü geçer. 7. ayının 4. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet bayramı günüdün başlap 7. ayının 10. günü geçip olan Arlıq'ta Tayvan bilen Amerika Koşmuş Ştatları diplomatik münasebet oruntuzu da bunun aldığı Lavrnas efendi şuna diyeni de. Bugün başavlı maliyesi kepti bana bir azlar vatandaş. Şunun basasan başıcılık sözü de vatandaşım. Bereke versin. Allah güç ata kılsın. Prezident Donald Trump hükümeti. Amerika halkı. 21. asır işinin ki Prezident Donald Trump'izm eseri boladı.